Yurtimizda oilalarni qo'llab-quvvatlash, ona va bola manfaatlarini himoya qilish hamda og'ir hayotiy vaziyatga duch kelgan xotin-qizlarga ijtimoiy yordam ko'rsatish bo'yicha tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Bu yo'nalishda har bir bolaning oila muhitida voyaga yetishini ta'minlashga qaratilgan yangi mexanizmlar ham bosqichma-bosqich joriy etilmoqda. Ana shunday tashabbuslardan biri bo'lgan Ona uyi resurs markazi endi Surxondaryo viloyatida ham o'z faoliyatini boshladi. Mazkur markaz O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Ijtimoiy himoya milliy agentligi hamda Ona uyi nodavlat notijorat tashkiloti hamkorligida tashkil etilgan bo'lib, respublikadagi 9-chi, Surxondaryo viloyatidagi esa ilk Ona uyi resurs markazi hisoblanadi. Termiz shahrida viloyatdagi ilk Ona uyi resurs markazining tantanali ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Unda viloyat hokimligi vakillari, nuroniylar, inson ijtimoiy xizmatlar markazi mas'ullari, hamkor tashkilotlar hamda keng jamoatchilik vakillari ishtirok etdi. Tadbirda so'zga chiqqanlar mamlakatimizda inson qadrini ulug'lash, oilani mustahkamlash, onalik va bolalikni har tomonlama qo'llab-quvvatlash borasida amalga oshirilayotgan islohotlar izchil davom etayotganini ta'kidladilar. Qayd etilganidek, Ona uyi resurs markazi faoliyatining yo'lga qo'yilishi ijtimoiy ko'makka muhtoj ayollarni qo'llab-quvvatlash, bolalarning esa oiladan ajralib qolishining oldini olish hamda g'amxo'rlik muhitida voyaga yetishni ta'minlash yo'lidagi muhim qadamlardan biridir. Ba'zan birgina qaror butun hayotni o'zgartirib yuborishi mumkin bo'ladi. Ammo og'ir ijtimoiy vaziyatga tushib qolgan ayollar uchun bunday qarorlarni qabul qilish har doim ham oson tuyulavermaydi. Ana shu pallada ularni tinglash, qo'llab-quvvatlash va umid berish muhim ahamiyatga ega. Viloyatimiz bo'yicha ilk marotaba Termiz shahrida Ona uyi resurs markazi ham shu maqsadda tashkil etildi. Ya'ni bu yerda ayollar qo'llab-quvvatlanadi, ijtimoiy ko'mak ko'rsatiladi, psixologik yordam kerak bo'ladimi yoki biror bir muammolari bo'ladimi, mana shu yerning o'zida hal etish choralari ko'riladi. Bir so'z bilan aytganda, mazkur markaz orqali ayollarning oilalarini qay tarzda saqlab qolishi, farzand taqdiriga daxldor bo'lgan barcha qarorlarni to'g'ri qabul qilishlariga ko'mak ko'rsatiladi. Bu yerga murojaat qilgan ayollar vaqtinchalik yashash joyi bilan ta'minlanadi. Ular malakali psixologlar, huquqshunoslar, ijtimoiy xodimlar va boshqa mutaxassislar tomonidan zarur ko'mak olishlari mumkin bo'ladi. Surxondaryo viloyatida birinchi Ona uyi ochilishi, lekin O'zbekiston bo'yicha bu 9-uyimiz. Bizda Toshkentda 2ta uyimiz bor, Samarqand, Buxoro, Andijon, Chirchiq, Quvasoy va Nukus shaharlarida bor. Ayollarga juda katta yordam beramiz. Ayollar qiynalgan, qiyin vaziyatga tushib qolgan, bolalaridan voz kechish ehtimoli bor ayollarga biz yordam beramiz, qabul qilamiz. Shu uyda yashashadi bular. Ona uyga kelgandan keyin birinchi muddati 6 oygacha bo'ladi. Shu vaqt ichida har xil tomonlama yordam oladi. Jamoatchilikka moslashish, boshqa ayollar bilan birgalikda yashab bitta uyda ko'p narsalarni o'rgatamiz. Mana bizning koordinatorlarimiz ovqat qilish, gigiyenaga rioya qilish, hamma mana shu narsalarni qanaqa uyda sharoit bo'lsa, qanaqa ona o'rgatadigan bo'lsa, o'zini farzandini xuddi shunaqa biz ayollarimizga yordam berib o'rgatamiz. Hamma xizmatlar bepul, oziq-ovqat ta'minoti, dori-darmon kerak bo'lsa, farzandi uchun hamma narsa biz ham ta'minlab beramiz. Markaz faoliyati bola uchun eng yaxshi joy bu oila tamoyiliga asoslangan. Bu yerda asosiy e'tibor muammoning oqibatlarini bartaraf etishga emas, balki uning oldini olishga, oilani saqlab qolish, ona hamda bola o'rtasidagi rishtalarni mustahkamlashga qaratiladi. Aytish kerak, Ona uyi modeli bugungi kunda dunyoning 7 dan ortiq davlatida muvaffaqiyatli faoliyat yuritmoqda. Loyihaning asosiy tashabbuskori Qozog'iston tadbirkorlari tomonidan tashkil etilgan Ana uyi jamoat fondi bo'lib, uning asosiy maqsadi Markaziy Osiyoda ijtimoiy yetimlik muammosini hal qilishdan iborat. То есть, увидя, что действительно были хорошие результаты. Loyihamizning ijtimoiy samarasi yuqori ekanini faoliyatimiz davomida ko'rib, ushbu modelni boshqa davlatlarda ham joriy etishni boshladik. Avvalo, Markaziy Osiyodagi qo'shni mamlakatlar O'zbekiston va Qirg'izistonda faoliyatimizni yo'lga qo'ydik. Kelgusida esa ushbu samarali tajribani boshqa davlatlarda ham tatbiq etishni rejalashtirganmiz. Asosiy maqsadimiz murakkab hayotiy vaziyatga tushib qolgan onalarni qo'llab-quvvatlash va farzandining mehribonlik uyiga topshirilishining oldini olish
qilishdir. Buning uchun biz ularga yashash joyi bilan birga yuridik, psixologik hamda moliyaviy yordam ko'rsatamiz. Eng muhimi, onaning hayotidagi eng qiyin pallada unga ko'mak berish, oilani saqlab qolish va bolaning o'z onasi bag'rida voyaga yetishiga imkon yaratishni ko'zlaganmiz. Основная цель – это поддержать маму в ее непростой момент. Surxondaryo viloyatidagi ilk ona uyi resurs markazining ish boshlashi hududda ijtimoiy himoyaga muhtoj ayollar va bolalarni qo'llab-quvvatlash tizimini yangi bosqichga olib chiqishi bilan ahamiyatlidir. U nafaqat boshpana, balki taqdir sinoviga duch kelgan ayollarni yangi hayot sari yo'naltiruvchi, ularning ko'ngliga umid, hayotiga esa yangi imkoniyatlar baxsh etuvchi ijtimoiy loyihadir.